Assalomu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2024-yili 12 ayning 7-kuni shanba tushdan keyin. Oldi bilan men sizlarga Amerikaning iqtisodiy haqida qisqacha ma'lumot yetkazib o'tgandan keyin, ondan abonentlardan tushgan uy mulk haqidagi bir savolga javob beraman. Ondan keyin shifrliq pul bozori va shunga yandash holda kishilarda ko'rilayotgan ochko'zlik haqida to'xtalib o'tmoqchi. 11 ayda Amerikaning iqtisodida ishsizlik nisbati oktyabr kelishgan vaqtda 0,1% ishib 4,2%ga yetgan. Gerçi 227 ming odam noyabrda xizmat topgan bo'lsa, bu son oktyabrga qaragan vaqtda yuqoriroq. Bu yenidan xizmat topgan kishilar asosliqi yanala sayya sistemasida, ma'rif sistemasida xizmat topgan. Yani o'qituvchi, professor, sestra degandek. Uning ustiga sestralarga nisbatan talabning biroz kuchayib sabab nopos qiyrilishyotdi, odamlar uzunroq umr ko'ryapti. Shunday bo'lganlikdan shunday ijtimoiy mulozimatga aloqador xizmatlar biroz ko'proq tepilayotgan gap. Andan keyin ishlab chiqarish sektorida sohasida muayyan xizmatlarni topgan gap kishilar o'tgan oylarda ishlab chiqarish sohasida xizmatni yo'qotib qo'ygan kishilar, chunki Boeing o'xshash aeroplan yasaydigan zavodlarda ishchilar ish tashlaganligi uchun ashuna ishlab olgan. Uning ustiga Florida, Janubiy Karolina o'xshash shtatlarda hurricane, bo'ron, chaqin, yomg'irliq tabiat hodisalari yuz berib ketganligi uchun shu yerlardagi iqtisodga ta'sir ko'rsatib bir qism odamlar xizmatini yo'qotib qo'ygan. Ham hukumat tarmoqlarida doim xizmatlar chiqib turgan, asosliq yo'qotish ishlab chiqarish sohasi bo'lgan. Bu qitimqi yo'qotish 11-oylik xizmatda qaysi sohada kishilar xizmatni yo'qotib qo'ydi desa, o'sha milich mal, do'konlarda mal sotganlarningki xizmatni yo'qotib qo'yishi ko'rinarli bo'lgan. Umuman aytgan vaqtda emgak bozoridagi ahvol unchalik qo'rqinchli emas. Ya'ni 4,2% ishsizlik nisbati degan gap xizmat qilish iqtidoriga ega, xizmat izlayotgan kishilarning, bejirim kishilarning, yani 16 yosh bilan 65 yosh o'rtasidagi bejirim kishilarning ichida 100 odamning ichida yoki 1000 odamning ichida 42 odam xizmat izlayotdi degan gap. Ammo bir ish, emgak bozoridagi bir ish, shirkatlarning bizda idora jamiyatlarning bizda manda xizmat bor deb xizmatchi qabul qilish e'londa biroz kemish, ozish bo'lgan. Ham kishilarningki xizmatdan qolgan kishilarningki xizmat izlab, ikkinchi bir xizmatni tepishga ketadigan vaqt oldingi oylarga qaragan vaqtda ta'sirroq bo'lgan. Ya'ni bir odam hozirgi vaqtda xizmatni yo'qotib qo'ysa, kam deganda 5 oy vaqtni yangi xizmat izlashga sarf qilayotgan gap. Ilgari bu vaqt qisqaroq bo'lgan gap. Ya'ni birov xizmatdan qolsa, ikkinchi bir xizmatni, yangi xizmatni tepish surati tezroq bo'lgan gap. Ya'ni idora jamiyatlar, shirkatlar odamlarni qisqartmayotdi, ammo qisqartilib ketgan odamlarning xizmat tepishga jiqroq vaqt ketayotgan gap. Shundoq bo'lsa, ya'ni ishsizlik nisbati 4,2% ga oshdi, 0,1% qo'shilib, o'tgan oydagi qaragan vaqtda noyabrda bu nimadan derak berdi desa, Markaziy bankining Federal Reserve'ning o'sim nisbatini, ya'ni kesishiga nisbatan biroz turtkilik rol o'ynaydi bu. Shunday bo'lgan vaqtda oldimizdagi bir 7-10 kunning ichida Markaziy banki yana bir qatim o'sim keskanda 0,25% atrofida kesishning ehtimoli nihoyat yuqori. Agar shunday bo'lsa, bu yilning ichida, ya'ni 9-oy bilan 12-oydan iborat bu 2024-yilning yil oxirida, ya'ni oxirgi fasllarda, oxirgi oylarda o'sim nisbatini kesishninki umum kesgan o'sim 1% atrofida bo'ladi degan gap. Bu haliqi 0% dan 5,35% 20 yilning ichidagi oshirib o'tishga qaragan vaqtda biroz aramchilik ilib keldi butun iqtisodga degan gap. Ya'ni pul qarz olishning tannarxi tuvan bo'ldi degan gap. Aholilar o'chaqda
Mashina setilish uchun, uy setilish uchun yoki qimmat baholik narsani setilish uchun, zarur bo'lgan narsani setilish uchun qarz erishishga yana oldiraydi degan gap. Shundaqla shirkatlar ham qarz olib turib ishlab chiqarishni savdosini kengaytishningki ko'yiga tushidi degan gap. Bu ishlab chiqarishga nisbatan iqtisodga nisbatan bir xil siljitish rolini o'ynaydi. Ammo Trump kelar yil 1-21 kuni 47-chi navbatlik prezident sifatida taxtga o'tdasi vazifaga o'tgan vaqtda bu odam saylan mezgilida bergan degan gaplarni amalga oshirman desa qilib qolsa, sirtdan kelgan mallarga umumiylik qarq qo'yoq 10-20% dan bajasa, Meksika bilan Kanadaga qopab ular 25% mal bajalaman dedi. NAFTA, yani North American Foreign Trade Agreement deb qo'ydi. Shimoliy Amerikadagi bu 3 davlatning ichida o'zaro bir-biridan kelishgan savdoda bir-birining mallarini setilsa, e'tibor qiladigan. Hamda bularning malini nima qilaman deydi. 25% bajalaman deydi. Agar u bo'lsa, ham boshqa yerdan kelgan mallarga ashunday 10-20% baja ilinib kelsa, Xitoydan kirilgan import qilinmoqchi bo'lgan mallarga 60% qismishda bajalaman, ya'ni ashurutiman, bajalaman desa, bu nimani keltirib chiqarish mumkin desa, tovarlarning bu yerda setiladigan tovarlarning bahosini ko'taradi. Albatta, tamojna bejini dastlabda oshgan qismini kim to'laydi desa, import qilg'ich to'laydi, ammo import qilg'ichi uni bahoning ichiga singdirib iste'molchiga o'tkazib berdi. Ya'ni bu yukni iste'molchining to'lashini orzu qilishi bilan oxirida bu bahoning mal bahosininki ishini keltirib chiqardi. Mal bahosining ishi degan gap pulning setilish kuchi tuvalli degan gap, ya'ni rasmiy shaklda aytgan vaqtda u pul baholigini keltirib chiqardi degan gap. Ham undan sirt yana qonunsiz kelgan ko'chmanlarni qarqiyoq shu o'tgan leksiyamda deb aytdim-ku, 2025-yili 1 yilning ichida 300 ming bilan 2 millioncha odamni chegaradan qo'g'lab chiqarmayman degan gapni qildi edi. Uning nurg'un odam kuchi, moliya kuchi, vaqt va hokazo ketdi. Bunga nisbatan aytgan vaqtda kishilar, ba'zi kishilar nima deb qaraydi degan vaqtda, bu qonunsiz kelgan bu ko'chmanlar yashash uchun, hammasiga food voucher tomoqni bekor qilish uchun qog'oz nima bermaydi, shtatlar, nurg'un shtatlarga bordi bular. Bekorlik bilet vermaydi, yemek uyu yeyishi uchun degan o'xshash. Bularning ba'zilari shunday yezigligida, boshqa sohada Amerikadagi odamlar qilmaydigan ishlarni tuvan ish haqi qiladi degan gap. Bularning ish haqi uchun Amerikaning emgak qonuniga uyg'un holda bularning ishlar kuchilar ijtimoiy sug'urtasiga baj to'lamaydi degan gap. Ya'ni shu xil yangi kelgan ko'chmanlardan yoki ba'zilar qonunsiz deb qo'ydi, qonunsiz ko'chmanlardan bularning amgigini eksploatatsiya qilish badaliga shularni ishlatganlar manfaat foyda oladi degan gap. Bu kishilar ham uy mulk sohasiga singib ketgan gap. Ya'ni uy mulk savdosi bilan shug'ullanganlar, uy soladiganlar bularni ishlatdi. Bularning amgak kuchi azam bo'ldi. Hamda Trump bularni chiqarib etsa, uy silishning tan narxi ishib ketadi degan gap chiqdi. Hamda men temini uy masalasiga apray. Chunki ba'zi qarindoshlar so'rabdi, Trump taxtga chiqsa, uyning bahosida qanday bo'lishi mumkin? Uy ilishimiz, uyni qanday chaqda olsak bo'ldi deb. Uy deganni o'tgan hayotimizdagi Maslow'ningki ehtiyojning qatlam bo'lish nazariyasi bo'yicha aytgan vaqtda, u bizning eng birinchi qandirish tegishli ehtiyojimiz. Ya'ni yemek, ichmak, kiyim-kechak, turalg'i uy bo'lish piramida shaklidagi ehtiyojning qatlam bo'lish nazariyasining eng tuvan qismida turdi. Ya'ni birinchi qandirishga tegishli ehtiyoj. Sharoitli bo'ladigan buni elish kerak. Bu sharoit nima belgilaydi? Qanday omillar uy setilishini sharoitini belgilaydi deganda, birinchisi o'zimizning yanchiqimizdagi pul. Ya'ni qanchalik uy setilish uchun qanchalik pulni yenimizga tashlab mangdik. Ikkinchisi xizmatimiz, ya'ni kirimimiz bo'lishi kerak. Agar bizning boyligimiz faqatla ko'ldik suv bo'lib qolsa, o suvni ichib versak tugab ketadi. Agar u iriqdek kirib turadigan ish bo'lsa, sal rahat bo'lgan bo'lamiz demakchi. Ya'ni ishlamay turib, qo'limizga bor pul bilan uy olib versak, turmushda qiyinchilik tatib qolamiz. Agar ko'limiz bor, ko'limizga suvni ichib turamiz, ammo uning quyilgan iriqning suvi bo'lsa,
muqim xizmatimiz bo'lsa, o chaqda dadliroq ish qilsak bo'ladi. Shunga turib atgan o'rnimizga qaraymiz. Shunami? Amerikaning qaysi tarafida biz? G'arb qirg'oqdimi, sharq qirg'oqdimi, o'tir qismidami? O'tir qismida o'yla biroz azon. O janub tarafda biroz nimalar bormi? Hurricane keladi, havo klimatining o'zgarishi tufaylidan, masalan, Floridani issiq degan bilan Janubiy Floridada hurricane kelib nurg'un uylarni suv besib ketdi, vayron qilib ketdi. Unda bo'lgan ekan, u rayonlardagi o'ylarninki setib olgan vaqtda bahasi ustun bo'lib qolmay, yana sug'urtasi ustun bo'ladigan gap. Chunki shu xil tabiiy hodisalarga yuz berib qilish orqali kelib chiqadigan ziyonni tuvantish uchun uy sug'urtasini olgan vaqtda, chunki banka sizga qarz berishdan burun shu uyni olaman degan vaqtingizda shu uyning sug'urtasini setib olishingizni talab qiladi. Chunki siz bankadan $600,000 qarz olsangiz, $700,000 uy olsa, $100,000 o'zingizda pul olsa, demak bu $600,000 qarz siz bankadan qarz olgan bilan tegtakni aytgan vaqtda bu banka shu banka pul qo'ygan odamlarga qarz, bu haqlarning puli, shirkatning, xususlarning puli sizga berdi uni foyda ko'rman deb. Endi siz shu uyni oldingiz navodi kerak, bo'ron chopqin kelib, suv besib ketib, uy buzilib ketsa, o $600,000, $700,000 uy $300,000 tushib qolsa, masalan, adam o'tolmagandan keyin uni shu peti setib o'taman desangiz, $300,000 yarasa, bu yerda $300,000 bankaning qarzini to'laydigan ish chiqadi. Agar siz to'layolmasangiz, banka uyingizda tatib oladi degan gap. Ammo shunda bo'lsa, banka yanada muayyan chiqim tatidi. Shu xil chiqimni bank to'lamaslik uchun qanday qildi desa, sizning uy mulk sug'urtasi setib olishingizni talab qildi. Bu vaqtda o'tni mudofialanish, har xil o'g'irlik va boshqa buzg'unchiliklardan, tabiat hodisalaridan mudofialanish uchun ba'zi sug'urtalarni setib olasiz. Uy sug'urtasini setib olasiz. Buning tarkibiga nurg'un narsalar kiradi, har xil ehtimolliklarni o'ylashadi bular. Masalan, mulkingiz deydi, mashinangiz bormi, qanday mashina, andan keyin mashina to'xtatadigan uyingizning ayrim xos mashina to'xtatadigan garajingiz bormi, mashina to'xtatadigan uyingiz bormi, bexatarlik sistemangiz bormi, andan keyin o't ko'tishdan mudofaa qiladigan narsangiz bormi, uyingizning oldi-keyinda kamera bormi degan o'xshash. Andan keyin sizning turayotgan yeringiz shunday kalkun yo suv obtib uchraydigan rayonmi degan o'xshash. Andan keyin bu shu narsalarni o'ylashib, sizga qarz berishni o'ylashadi, sizning sug'urta setib olishingizni o'ylashadi. Demak, bu yerda sug'urta ayda, yilda bir bo'ladi, ayda to'laysiz. Uy sug'urtasimi bir o'ylashadigan omil. Andan keyin sizningki qaysi rayonda ekanligingizni qarab, Amerikaningki shimol qirg'og'i bilan g'arb qirg'og'ida masalan uylarning bahosi yuqori. Qimmat deb aytgan vaqtda. Shundaq uyning bahosi qimmat bo'lgan vaqtda, shu rayonlardan qandaroq uy ilishni o'ylashish shaxsning o'ziga bog'liq, o'zining moddiy quvvatiga, xizmatiga, mahoratiga, balchaqasining soniga. Masalan, balchaqasi jiqroq bo'lsa, cho'ngroq uy ham sunmaydi. Eg'izlik qilib uxlaydigan uy jiqroq va ananing ballari kichik bo'lsa, kichikroq uy yasaladi, kichikroq uyning chiqimi kichikroq bo'ladi. Tok, suv va kaza istishaqqi degandek narsalar. Anan keyin property tax deydigan narsa bor. Turayotgan rayonningki uy beji, ya'ni shu xil bajlarni ilish orqali shu turayotgan rayonningki soqchi, maktab, anan keyin yo'l asla muassasalarini ashlining holidan xabar oladigan ishlar, yo'lni yasaydigan, buzib qolgan katanlarni o'ngshaydigan, ichilib qolgan to'shiklarni yamaydigan degan o'xshash. Buningga shu townlik, shu uy tushgan yerdagi hukumat mas'ul bo'ldi degan xo'sh. Shunga shu nuqtadan aytgan vaqtda uy bozorining bundan keyin uyni olsam bo'lamdi, olmasam bo'lamdi deganda o'zimizning sharoitini chiqib chiqilamiz albatta. Bolamizning yeshini, turayotgan yerdagi maktablarning suhbatini, amaliy maktab bo'lsa, maktablarning suhbati qandoq deganga o'xshash. Andan keyin o'sim nisbatini eng muhim omil, ya'ni o'sim mortgage rate. Mortgage rate hozir 30 yillik
qaz alaman desa 6,18%. Hem 13 ayda yani 7-10 günlükünü ösümse belki yani 0,5%, %15% düşüş mümkün, 6,15% düşüş mümkün. Mortgage rate yani öyle üçün aldığı qazının nisbeti düşse, öy alımız deydiğen adamların sanı çıkış mümkün. Lekin bu yerda manda bir iş var hamda. Öy qıslığı var Amerikada. Adamlar Amerika düşüşü şunda xarakter olundu adamlar özünden barlıq talantını, iqtidarını, maharetini iş qısılıp erkin şekilde hizmet tepip özünün öz aldığı bir maşinası bolğan, bir öy bolğan, maddi maişet jatda moldurak bir hayatını keçiriş depmiş na tasvir edildi. Yani hususlarının öy oluşu, öz iqtidarçılık öy oluşu Amerika düşüşünün reallık aylanışının bir şartı bunda aytgan vaqtda. Yoki ölçümü desek buladı. Şuna nurgun adam öy alımız deydi. İcarada oturup atkan adamla öy elip çıkıp kesse, icara bazarına nispeten, öy icara berdiganlarga nispeten, onun sodasına nispeten azırak ta'sir boluşu mümkün. Lekin çoğun şehirlerde New York, San Francisco, Los Angeles, DC yoki Boston okşaş bu yerlerde öy icara aladiganlarnınki sani daimlam muqimroq turdi. Yani nima degan vaqtda bu rayonlarga xizmat bilan, o'qish bilan, qisqa muddatlik ziyorat bilan kelib turadigan odamlar aytib ko'p. Shunga öy algan vaqtda ashu xil jug'rafiyalik rayonni, anakin ijtimoiy sharoitlarni, jinoyat nisbati, maktabga, doktorxonaga yaqinligi, qatnashga yaqinligi, anakin tabiiy ofat rayonlarining yiroqligi, degandek narsalarni o'ylashdan sirt muhim omil o'zimizning iqtidori, moddiy sharoiti, xizmati, salomatligi. Andan keyin shu o'sim nisbatiga qaraymiz. O'sim nisbati tuvan bo'lsa, shuni so'zlashib, muvaffaq o'y chiqsa, elish kerak deb qarayman. Trumpning prezident Trumpningki prezident bo'lish bilanla o'y bozoriga bakchiq ta'sir bo'lib ketmeydi o. Fakat bolsa yeni öy saldıqanlarınki tənərqini, öy silishinin tənərqini aşırış mümkün. Çünki bəzi köçmənlərini, quruluş sahişləri köçmənlərini qoğulab çıxırıb ötüb qalsa. Adətdə baza degan prezidentlarninki bəzi gəplərinin, bəzi siyasətlərinin təsiriga uçurğan bilan bəzi uçurab ketmeydi. Bolapmı ömürlük bazarı Mərkəzi Bankadakı ösüm nisbətinin yuquruluşu yoki tövəllişiga anınkin iqtisodning, ya'ni iqtisodning eşi, istiqbolning tuvan bo'lishi qatorliq og'illarga bog'liq bo'ldi. 2008-yili ömürlük kriz yuz bergan. Sabab nima? Banklardan ziyoda ochko'zlik qilib, öy setilish iqtidoriga yo'nmagan kishilarga qarqiy qarzni berilib, anadan keyin o odamlar, öy setib olgan odamlar oyda mortgage'ini to'layolmagandan keyin qanday bo'ladi? O'ylarning qiymati tushib ketgan gap. İqtisodiy davrilik doim bo'lib turdi. Ösab mengili verdiğin iş yok. Yani öy bazarı mengip beri ösab mengili verdiğin iş yok. Ananınkin yani bir taraf talep öyge bolgan talep iş mengip dedik o. Çünkü Amerika'nın iqtisadi hazır yaxşı. Eğer navad 2025-yillari dünyanın vaziyeti bir özgürüş olup, qalayım qancha chiqib, ishsizlik ortib ketib, anda qildigan tavrin shulab ketadigan bo'lsa, ma'lum bir sahada adamlarni ishdan bo'sh yig'ilishib ketib qolsa, nurg'un odamlar xizmatni yo'qotib qo'ysa, ömürlük yani tushadi. Tushmaydi deydigan ish yo'q. Men 2002-yil, 2001-yil high tech bubble internet ko'pki bo'lgan vaqtda buni beshimdan o'tkazgan. 2008-yil ömürlük krizi yuz bergan vaqtda uni ko'rgan. Hala ondan keyin pandemik mezgilida ahvol boshqa bo'ldi. Chunki 4 trillion pulni Amerika hukumati fuqarolarning, shirkatlarning iqtisodga chechib etdi-da, 4 trillion pulni. Ya'ni kirimi to'van xizmat qilmagan odamlarga pul berdi degan gap. Bu odamlar uni olib shipirliq pul soldi. Anadan keyin uy mulk bozorida ta'minlash tarafga qaraydigan bo'lsak, öy bilan ta'minlaydigan, ya'ni setildigan uylarning soni jiqroq bo'lsa, o bahoni biroz tushiradigan gapdir. Lekin bu öy silishga nisbatan har qaysi shtatlarning tarkibidagi ommaviy, markaziy hukumatning yerlari, shtatlarning ommaviyalari, publicland deb qo'ydi. Bularga nisbatan nurg'un cheklanmalar, ba'zi townlar, ba'zi bozorlik hukumatlar o'zining rayonida uylarning silishni xohlamaydi. Chunki dal-daraxtlar buziladi. Agar
Yeni o'ylasilsa albatta taunga nisbatan shu bozorga nisbatan mulk bejidan kiradigan kirim yuqori bo'lgani bilan uning o'ziga tushliq dadi bor. Ko'p odam nopostninki masalan yo'llarninki qisqastan bo'lishini keltirib chiqardi, shu yana muhitni bulg'aydi, dal-daraxtlarni kesilgan gap unda bo'lsa-chi. Shunga bular ashninga ba'zi tavullar qarshi, ya'ni shu ommaviy iyalarni setib hukumat tarmoqlari uchun kimga sotadi uni? Real estate developers deb qo'ydi. Uy mulkni bozorda uy silib sotaman deydigan sodiyalarga bular u yerlarni bag'is kelmaydi. Bizning uydan 1 soat yiroqda Plymouth degan yerda bir rayonda shunday bir 200 necha ekr ya'ni bir shunday uy solaman, uy silib sotaman deb turgan shu townning odamlari o'zlari 70 necha million pul chiqarib setib olibdi. Nimishqa desa, hech kimga sotmaymiz. Shu bizning rayonimizning muhiti buzilib ketdi deb. Shunday bo'lsa, degan qayta ishlab chiqarib bo'ladigan narsa emas. Mesela oyoq desak, oyoqni kiysak, jitilni yengisini olamiz. Ya'ni unda qilolmaydi. Degan turaqliq narsa. Faqatlam shu qonuniy nizomlar orqali ma'qullanib, tasdiqlanib, ma'lum yana ochsan, uy solsan bo'ladi deyilmasa, ta'minlash bozorda uy bilan ta'minlash jihatda ko'p yaxshilanish bo'lmaydigandek turadi. Albatta bu raylarga qarab, Amerika degan cho'ng 9 milyon 360 bin kilometr yer bor. Ba'zi shtatlarda odamlarni aytdi, selek, yani odamlar az. Bu rayonlarda odam az bo'lgandan keyin bozormijiq bo'lmaydi, iqtisodiy hayot kuchi qaynoq bo'lmaydi u yerlarda. Unda yerlarda uylar arzon bo'ladi. Biroq endi kishilar avvatliqni bilamiz, bizga shu Uyg'urlar baroq yerda yashasaq, bolalarimiz Uyg'urlarla aloqa o'ssa deb manda o'ylab, Uyg'urlar markazli turgan yerlarda turamiz. Bu asosan cho'ng sharq qirg'oqlar, janubiy qirg'oqda. Ashada bu yerlarda uylarning bahosi yuqoriroq. Ma'lum mazgil o'zimni to'plag'icha bolarim kichik deb tursa, Amerikaning o'rta qismlarida ba'zi yerlarda uylar azon, shu yerda yashab baqsam bo'ladi masalan. Da hamda shunaqa. Ammo muhimi xizmat qayerda xizmat prost yaxshi bo'lsa, tapavat qilib bo'lgan yer bo'lsa, shu yerda turish kerak. Tapavat deylik. Kirim bor yerda xizmat yo'q odamning, kirimi bo'lmagan odamning chiroyini chiqdi bu xil azob yoki bu xil ahvol. Shuningga xizmat birinchi, anadan keyin kirim birinchi, tapavat birinchi, anadan keyin boshqa ishlarni o'ylasak bo'ladi deb bu to'g'risida gaplashmoq qilaman. Endi men oxirida shu shipirliq pul to'g'risida yo ochko'zlik to'g'risida so'zlab baqay dedim. Sabab nima desam, shipirliq pul haqidagi qiziqish 2020 yil pandemik bo'lgandan keyin bakrak ko'tarilib ketdi. Uning oldida az to'lib batdi. Hatto men 2019 yili 2015 yil maqolamni yozib ekanman. Bitcoin beyishning yo'limi deb. Ardın 10 yil vaqt o'tgandan keyin nima bo'ldi desa, shunda beyishning yo'li ekan. Men shu chaqda azroq olgan, azroq elib, azroq shu chaqlarda azroq foydaga setib etgan. Sabab nima deganda, o'zim bak ishinib ketamga. Yangi texnika bu. Ammo bir pul taqasa, dollar taqasa, dollarning keynida Amerika hukumati bor. Mening keynida hech nima yo'q, biz uqmaydigan noma'lum bir odamlar borda. Sakamoto deydigan shunday xalq yaponcha, Naomi Satoshi deydigan shunday yaponcha ismi bor, ammo kishilar inglizmiki, bir turkum, bir guruh odamniki deb qiyos qilingan. Yilning 5-ida Amerikaningki ma'vo paycheki bozorlarini nazorat qilganlar shu Bitcoinning ETF'larini bozor qo'ygan ekanlar, paychekida jiq ko'tarildi. Shuning Bitcoinning bahsida jiq o'zgarish bo'ldi. Bir yozman bakanda saqlab qo'ygandim. 2019 yilda birisi maslahat so'rab kelganda shu chaqda app qo'ying, bu Bitcoin app qo'ying deb maslahat berib ekanman. App qo'yib, shu chaqlarda 10 mingga yaqinlashib qolibdi ekan, setib o'tib qolibdi ekanda. Endi bir nechani olgan, men esimda bilish, esimda qilish bir nechani olgan. Shu masala odamlar saqlab turolmaydigan gap ekanda, saqlab turolmaydigan gapga. Chunki tushib ketib qolsa, bu Malayziyaning aeroplani tushib ketib izdirgini topolmagandek
Luna coin, OneCoin degandan keyin nimsini tatdi-ku, zenini odamlar tatdi. Undan keyin yana shu bu gaplarni deyishimning sabab yaqinqi mezgillardan buyon shunda ba'zilar bilan shuncha iqtisoddan suhbatlarni qilib qolamiz, paranglarni qilib qolamiz. Shu shifrliq pul bozoriga mablag' soldigan qo'lamda ma'qul setib o'tib qopdimi? U xil setib o'tib qilishni biz shaxsan men qilganda, solarlarni jiqagan, azroq payt ko'rgan setib o'tgan. Solana hozir 260 nechaga chiqib ketdi, da? Masalan, oddisi. Buni ham sizlarga deb berdim. Nima desa, biz faqatla o'zimizga nisb bo'lgan rizqni tepib yelaymiz. G'arbliklarning ideologiyasi bir gap. What's Kaisers is Kaisers deydi. Qaysar, imperator qaysarga tava bo'lgan narsa, qaysarga tava bo'lgan narsa. U sanga tava bo'lgan ekan bizning tilimizda. Rizq. Ya'ni sanga tava bo'lgan narsani hech kim olmaydi. Sen faqatla o'zingga tava bo'lgan olaysan degan gap. Shu bu xil bir xil tanlash, bu xil tanlashlarni bu xil tanlashlarni qilishda biz nurg'un omillarning ta'siriga uchraymiz. Kayfiyatimizning ta'siriga uchraymiz, shu vaqtdagi moddiy ahvolimizning ta'siriga uchraymiz. Ondan har xil uchurlarni ko'rib, ma'manda tushib ketgandek setayotganim yaxshi deymiz. Yoki bo'lmasa, balkim u qarashlarimiz xato bo'lib chiqadi. Amniyat u ish bandiga ish bu. Men bir kitobimda yozdim. 3-chi kitobimda yozdim. Milton Friedman. Milton Friedman ayni vaqtda mana pulizm iqlimining asoschisi. Chicago universitetining professori, Nobel mukofotiga erishgan adam. Shu odam ayni vaqtda pul ma'mul bozoridagi yuzlanishni xato mo'ljarlab nurg'un ziyon tortgan. Hatto bu shu Newtonmi aniq fizik olimi. Shunda aqlliq turib, bu ayni vaqtda paychaka bozorida mablag'chilikda va ziyon tortgan. Demak, jon bizning gapimiz bor. Jon ba ya qazava deb shunga o'xshash foyda va ya ziyon bor. Shun bak ziyon tortib ketsak, ba'zi narsalarni turmaganligimiz uchun urib ketsak bo'lmaydi. Satmasak ziyon tortmaymiz. Ba'zi narsalarni satmay turaversak, u oxirida nolga aylanib ketishi mumkin. Bo'pti, nisb bo'lmabdi deymiz. Ya'ni kayfiyatni aytib muhim demakchi. Bu xil ishlarga nazar solgan vaqtda agar haddan ziyoda ochko'z bo'lib ketib qolsa, ochko'zlikning badalini ayt ig'ir bo'ladi. Amerikada yaqinqi bir necha yildan buyon shu 30-40 necha yoshli odamlarda haddan ziyoda boy bo'lish istiga bak ko'p ketib, oxirida o'zininki bunday aytgan vaqtda ulini qezib qoldi. Masalan, Elizabeth Holmes deydigan bir qiz olib Stanford Universiteti o'qigan. U 2000 qancha yili, 2010-yillarda bir shirkat qurib 30 yosh atrofidagi Amerikadagi eng boy, ham yosh, ham boy milliarderning birisiga aylanganda $9 milliard shirkati bor. U nima degan desa, biotexnika sohasida korxonchi bo'lib, nurg'un donliq kishilarni o'ziga ishontirib, masalan, Henry Kissinger, Joel Schultz diplomat, Amerikaning generallarini o'ziga yaqin tortib, ular so'zlab bergan boshqalarga ishongan gap. Shuning bu yerda biz donliq shaxslarni ularning gapiga bak e'tibor qilmasligimiz kerak demakchi. Oxirida u nima degan gap desa, bir tomchi qon orqali rak kasalligining, diabet kasalligining bor yo'qligini bilamiz deydigan texnikamiz bor deb. Oxirida u 5 yilning ichida uning yolg'onchiligi oshkorlanib ketib, hozir 11 yillik turmada qolmoqda. Anandan keyin 2019-yili dunyoda 3-darajalik shifrliq pulni almashtiradigan FTX degan shirkatni qurgan Sam Friedman deydigan bolaning gapi chiqdi. Xabarlar bor. U 2020-yili tutilib, u 20 necha yillik nimaga 20 necha yillik turmaga hapsiga ilindi. Ya'ni bu yerda haddan ziyoda shuhrat tasib ketgan gap, haddan ziyoda ochko'z bo'lib ketgan gap. Ya'ni odamlarni oldigan gap. Ya, shu vaqtning o'zida tanliq. Biroq u asosi bo'lmagan ish, ya'ni o'yning vuli ching bo'lmasa o'rilib tushadi, kichikina shamol chiqsa. Asosi bo'lmagan ish, ching bo'lmagan ish, haqni oldigandan keyin u hamon aldamchilikning dardini tortadigan gap, ziynini, jazosini chekadigan gap. Xuddi 2008-yilgi pul ma'mul kirisi boshlagan vaqtda o'tirg'i chiqqan Bernie Madoff deganga o'xshash. Bernie Madoff degan 1960-yildan boshlab Wall Street'da Amerikaningki paychaka bozorida nomi chiqib nurg'un pullarni
hajlab, yap, ichib, dağınıq olab, Hollywood'un artistlardan tatıb, siyasallahçı bununla yıqınlaşıb, mening pulimni, bir pulimni 10 qilib domaltib beramsan kelib. U ochko'zlik u. Oxirida bu ashuni nurg'unlarni qo'ydi u odam, qo'yib, oxirida o'zi qo'yildi. Ya'ni kishining haqqini yesa, ashuna qilgan gap. Shunga demoqchimanki, hozir ishbirliq pul bozoriga qaraydigan bo'lsak, ishbirliq pul bozoriga selingan mablag' hozir 4 trillionga yaqinlashib qolibdi. Bu 4 trillion Italiyadek bir davlatning bir yillik milliy daromadi. Bu pandemikning oldidagi 4,13 trillionga yetmedi, ya'ni maksimum nuqtasiga yetmedi dahi. Asosligi bu shu Ethereum, Solana, Bitcoin deganga o'xshash pullarning bahosining o'sishi tufaylidan hozir ko'rilayotgan shu narsa. Esinglarda bormi-ki, bir chaqda 1,75% pul uchib ketgan. Hozir kishilar yana Trump qo'pab Amerikaning ishbirliq pul bozorininki markaziga aylantiramiz dunyodagi u bu degandan keyin kishilar yana bundan qaytib kelyotdi. Ammo iqtisodiy davriylik bo'ladi. Chiqqan narsa tushidi. Tushgan narsa chiqadi. Buning ichida ba'zilari yo'qolib ketadi, yangi narsalar paydo bo'lib turdi. Shunga boylik nisbatan aytgan vaqtda qanoatchan bo'lmog'imiz lozim. Kim baxtli? Biz qanoatchandan baxtli deydi. Dediğiniz ya da açköz olib ketib qolsak, o aramimizni buzadi, yurkimizni har chiqib tatılaydı. Qo'ldan ketgan fursatlar shuni asrat chekishning o'rni yo'q. Katta bo'ldi, sizga nasib qilmabdi. Ammo qilayotgan ishimizda azazdan foyda ko'rsakmi, shukr qilish kerak. Samimiyatsizlik bularni pul topaman deb samimiyatsizlik qilgan vaqtda, yolg'on so'zlagan vaqtda bir kuni bo'lmagan chaqda bir kuni chiqadi. Bir kun olmagan chaqda bir kuni chiqadi. Bo'pmi? Haqning haqini yeb, haqni aldab, va'dalarni berib, pulingizni manchiqib berma, menga mablag' siling deb, oxirida anandan keyin o'zi shu vaqtning o'zida oy deb osmonga chiqib, anandan keyin yeb, ichib, qimmat kiyinib, oxirdan keyin osmondan o'qiyavlan atgan qush o'q tekkandek plansh tushadigan ish chiqadi. Şu hozirgi sharoitda pul muomala bozorini aytib ta'rinib turayotgan vaqtda, shu bozorga mablag' solayotgan qarindoshlarda nihoyat to'g'ri, sog'lom bo'lgan psixik kayfiyat bo'lishi kerak. Ochko'z bo'lishga bo'lmaydi. Ozroq nafasaqni shukr qilganimiz yaxshi. Qo'ldan ketgan fursatga o'kinishning hojati yo'q. Ammo to'xtamay yana azazdan olib, azazdan mening bir threshold bor. Mening bir tiklab olgan o'zim qilib olgan bir o'lchimim bor. Ma'lum narsadan azroqlab qo'yma. Xatarni chechib o'tish uchun. Ba'zisi yo'qolib ketdi. Ba'zisi foyda berib qoldi. Umuman aytgan vaqtda it's a gain. Erish. Yana foyda bilan mangdo demakchi ishlar. Xo'shamsa, bugungi mazmunlar mushunchalik bo'lsa, rahmat.